Rossiya Federatsiyasidagi musofirlar diqqatiga, agar sizga registratsiya, продление, dokument, трудовой договор, уведомление va shu kabi huquqiy yordamlar kerakmi? Unda ekraningizda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qiling. Biz sizga hujjatlaringizni qonuniy olishingizga yordam beramiz. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun yagona forma joriy qilinishi haqidagi xabarlar rad etildi. Isroil G'azoda yangi, keng ko'lamli harbiy operatsiyani boshladi. Mutaxassis Toshkentda kuzatilgan chang bo'roni sabablarini ma'lum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropadagi qo'shinlari sonini kamaytirishini ko'rib chiqmoqda. Kreml Putin Zelenskiy uchrashuvi qachon o'tkazilishi mumkinligini ma'lum qildi. Rossiya qamoqxonasida tunnel qazib qochgan o'zbekistonliklarga hukm o'qildi. Rossiyada ota-ona qaramog'isiz qolgan 2 yoshli qizcha O'zbekistonga olib kelindi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun yagona forma joriy qilinishi haqidagi xabarlar rad etildi. Oliy ta'lim vazirligi talabalar uchun yagona forma joriy etilishi haqidagi xabarlarni rad etdi. Avvalroq oliygohlarning noyob imij va brend konsepsiyasini ishlab chiqishi aytilgandi. Unda kiyinish haqida ham so'z borgan. Vazirlik talabaning shaxs sifatidagi erkinligi va huquqlarini himoyalanishini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki barcha universitet va institut talabalari uchun yagona talaba formasi joriy etilishi mumkinligi haqidagi xabarlar tarqalmoqda. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bu ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi va noto'g'ri talqin qilinayotganligini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot xizmatining bildirishicha, aslida tarqalgan xabarlar asos qilib keltirilayotgan hujjat Vazirlar Mahkamasining muhokamadagi qaror loyihasiga ilova qilingan oliy ta'lim tashkiloti brendini yaratish to'g'risidagi nizom bo'lib, mazkur nizom har bir oliy ta'lim tashkilotining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi brend va imij konsepsiyasini shakllantirishga xizmat qilishi nazarda tutilgan. Nizom loyihasida talabalar uchun yagona forma joriy etilishi yoki majburiy tartibda talab etilishiga doir hech qanday norma mavjud emas. Aksincha, oliy ta'lim muassasalari o'zlarining tarixi, vazifasi, madaniy qadriyatlari va hududiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o'ziga xos korporativ uslub va ramzlarni ishlab chiqishi huquqiga ega. Bunga ta'lim tashkilotlarining individual imiji shakllantirishga qaratilgan tashabbus sifatida qaralishi lozim, deyiladi vazirlik xabarida. Qayd etilishicha, estetik, gigiyenik va tashqi ko'rinishga oid tavsiyalar faqat ixtiyoriy xarakterga ega bo'lib, ularni joriy etish yoki qo'llashning amaliy jihatlari har bir ta'lim muassasasining ichki qarorlariga bog'liq. Ya'ni mazkur nizom loyihasi doirasida maxsus forma joriy etish yoki uni majburiy tartibda talab qilish umuman nazarda tutilmagan. Shu bilan birga korporativ uslub va brend elementlari, ya'ni logotip, rang sxemasi va hokazolar shakllantirish tashabbusi universitetlarni nafaqat mahalliy, balki xalqaro maydonda ham samarali targ'ib etish, ularning raqobatbardoshligini oshirish hamda nufuzini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bunday yondashuv dunyo tajribasida ham ta'lim muassasalarining marketing strategiyasining muhim qismi sifatida qaraladi. Oliy ta'lim tashkilotlarida har bir talabaning shaxs sifatidagi erkinligi va huquqlari konstitutsiya va amaldagi qonunchilikka muvofiq himoya qilinadi, deyiladi xabarda. Vazirlik barcha axborot manbalarini mas'uliyat bilan yoritishga chaqiradi va rasmiy ma'lumotlarga tayanib xabar qilishni tavsiya etmoqda. Mutaxassis Toshkentda kuzatilgan chang bo'roni sabablarini ma'lum qildi. Toshkent shahrida 17-may kuni kechga yaqin chang bo'roni kuzatildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Baxtiyor Po'latov shahar aholisini bezovta qilgan bu tabiiy hodisa bo'yicha mutaxassis fikri asosida tushuntirish berdi. Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti doktoranti Batir Xalmuratovning fikriga ko'ra, Toshkentda chang bo'ronining yuzaga kelishiga bir nechta omillar sabab bo'lgan. Eng asosiy sabab salqin shimoliy havo oqimi va janubdan kirib kelayotgan issiq havo massalarining to'qnashuvi, bosimning noodatiy ortishi va keskin shamol kuchayishidir. Bu havo massalari o'rtasidagi keskin harorat farqi kuchli shamolni keltirib chiqargan. Kuchli shamol o'z navbatida qurigan tuproqdan va ochiq yer maydonlaridan chang zarralarini ko'tarib,
havo muhitiga tarqatdi. Natijada shaharning turli nuqtalarida ko'rish masofasi qisqarib, nafas olish qiyinlashgan. Ob-havo sharoitini o'rganuvchi ekspertlar bu holatni frontal to'qnashuv deb ataydi. Ya'ni sovuq va issiq havo massalari bir joyda to'qnashganda atmosfera beqarorlashib, kuchli shamol va chang ko'tarilishi ehtimoli keskin ortadi. Aynan shu jarayon Toshkentdagi bulutli osmon, chaqmoq va qisqa muddatli yog'ingarchilik bilan birga kechdi. 17-may kuni soat 19:00 atrofida Toshkentda ob-havo keskin o'zgardi. To'satdan musaffo osmon qorong'ilashdi. Kuchli shamol chang to'zonlarni olib keldi. Ko'chalardagi chang, barg va chiqindilar havoga ko'tarildi. Ba'zi joylarda tomlar uchdi, daraxtlar qulab tushdi. Aeroport esa vaqtincha samolyotlarni qabul qila va jo'nata olmadi. IQI servisi ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent yana bir havo sifati bo'yicha jahon reytingida yetakchi o'rinni egalladi. O'zbekiston poytaxti boshqa shaharlarni katta farq bilan ortda qoldirdi. Soat 21:30 ga kelib, shamol susayib, vaziyat yaxshilana boshladi. Energetika vazirligiga ko'ra, Toshkent shahrida 8,5 ming, Toshkent viloyatida 10,3 ming abonent vaqtincha elektr energiyasidan uzilib qolgan. Rossiya qamoqxonasida tunnel qazib qochgan o'zbekistonliklarga hukm o'qildi. Rossiyaning Lipetsk shahri sudi 2024-yil oktyabr oyida koloniyadan 30 metrlik tunnel qazgan va qochishga muvaffaq bo'lgan 6 nafar mahbusga hukm o'qidi. Qochqinlar Rossiya Jinoyat kodeksining 313-moddasi, ya'ni bir guruh shaxslar tomonidan hibsxonadan qochish bo'yicha aybdor deb topilib, 4,5 yildan 12,5 yilgacha muddatda ozodlikdan mahrum qilindi. Sud qarorida aytilishicha, Lipetskdagi 2-sonli umumiy koloniyada jazo o'tayotgan mahkumlar 2 oy davomida quvur, belkurak va kesish diski bo'laklaridan foydalanib tunnel qazigan. Uzunligi 30 metrdan ortiq bo'lgan tunnel koloniya panjaralari ostidan o'tgan. 2024-yil 25-oktyabr kuni mahbuslar 5 nafar o'zbekistonlik va 1 nafar tojikistonlik tunnel orqali qochishga muvaffaq bo'lgan. 5 mahbus zudlik bilan hibsga olingan. 6-si 6-noyabr kuni Tambov viloyatida topilgan. Rossiyada ota-ona qaramog'isiz qolgan 2 yoshli qizcha O'zbekistonga olib kelindi. Ota-ona qaramog'isiz qolgan yana bir voyaga yetmagan 2 yoshli qizcha 16-may kuni Rossiyadan O'zbekistonga qaytarildi. Bu haqda bolalar ombudsmani xabar berdi. Xabarda qayd etilishicha, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida istiqomat qiluvchi NG ismli ayolning murojaati kelib tushgan. Murojaatda voyaga yetmagan 2023-yilda tug'ilgan DR ismli nevarasining otasi vaqtincha hibsxonada, onasi esa migratsiya markazida saqlanayotganligi sababli ularning 2 yoshli farzandi Rossiyada ota-ona qaramog'isiz qolgani hozirda Nijniy Novgorod shahar bolalar shifoxonasida ekanini bildirib, nevarasini O'zbekistonga qaytarish bo'yicha amaliy ko'mak so'ragan. Shundan so'ng bolalar ombudsmani Ichki ishlar vazirligi O'zbekistonning Rossiyadagi bosh konsulligi vakillari bilan hamkorlikda bolani O'zbekistonga qaytarish choralari ko'rilib, hujjatlar rasmiylashtirilgan. Shuningdek, bosh konsullik sa'y-harakatlari bilan bolaning onasi ham farzandi bilan O'zbekistonga qaytarilgan. Isroil G'azoda yangi keng ko'lamli harbiy operatsiyani boshladi. Gideon jangovar aravalari nomini olgan yangi yirik harbiy operatsiyaning birinchi bosqichini boshladi. Gap anklavning strategik hududlarini nazoratga olish haqida ketmoqda. Bu haqda RBK Ukraina, Isroil mudofaa kuchlari va The Times of Israel nashriga tayanib xabar berdi. Isroil mudofaa vazirligi bayonotida aytilishicha, so'nggi 24 soat ichida armiya keng ko'lamli hujumlar uyushtirgan va G'azo sektoridagi strategik hududlarni egallash uchun kuchlarni safarbar qilgan. Isroil armiyasi ta'kidlaganidek, bu operatsiyaning dastlabki bosqichi va G'azodagi urushning barcha maqsadlariga erishish, jumladan garovga olinganlarni ozod qilish va Hamas harakatlarini yo'q qilish uchun amalga oshirilmoqda. Isroil rasmiylari ommaviy axborot vositalariga operatsiya quyidagi maqsadlarni ko'zlaganini aytmoqda.
Isroil armiyasining G'azoni zabt etishi va hudud ustidan nazoratni saqlab turishi, Falastin tinch aholisini janubga ko'chirish, Hamas jangarilariga hujum qilish, garovning gumanitar yordam ta'minoti ustidan nazoratni qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaslik. 5-may kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu G'azo sektorida yana shiddatli hujum boshlanishini ma'lum qilgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakatning asosiy maqsadi o'zgarishsiz qolmoqda, ya'ni Hamas guruhini yo'q qilish. 13-may kuni Netanyahu G'azodagi harbiy operatsiyalar tez orada yakunlanishini e'lon qildi va Hamas u yerda qolmasligini ta'kidladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropadagi qo'shinlari sonini kamaytirishini ko'rib chiqmoqda. 16-may juma kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqdagi doimiy vakili Matthew Whitakerning aytishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari NATOning Hagadagi iyundagi sammitidan so'ng Yevropalik ittifoqchilari bilan Yevropadagi harbiy ishtirokini qisqartirish masalasi bo'yicha muzokaralar boshlaydi. Hamma narsa tartibga solinadi. Biz bu masalada boshqa kechikishlarga toqat qila olmaymiz. Biz faqat amaliy oqibatlarni muhokama qilishimiz kerak, dedi u Estondagi xavfsizlik konferensiyasida. Whitakerning aytishicha, Washington xavfsizlik bo'yicha bo'shliqlarga yo'l qo'ymaslik uchun ittifoqchilar bilan qo'shinlar darajasidagi har qanday o'zgarishlarni muhokama qiladi. Shu bilan birga AQSh NATOni tark etish niyatida emas va yevropalik hamkorlar 30 yildan ortiq vaqt davomida Yevropadagi harbiy ishtirokini qisqartirishni istagan amerikaliklarning rejalari bilan yaxshi tanish, deya siyosatchining so'zlaridan iqtibos keltiradi Reuters nashri. Fevral oyida Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti J.D. Vance NATO davlatlari harbiy xarajatlarini oshirish kerakligini aytdi. Prezident Donald Trump agar yevropaliklar mudofaa xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning 5% gacha oshirmasa, AQShning alyansning kollektiv mudofaa tizimidagi ishtirokini to'xtatish bilan tahdid qildi. Mart oyi o'rtalarida Pentagon rahbari Pete Hegseth tomonidan imzolangan hujjat AQSh Mudofaa vazirligida tarqaldi. Unda Xitoy vazirlik diqqat markazida bo'lgan yagona tahdid Tayvanga bostirib kirish ehtimoli boshqa potensial xavflardan ustun bo'lishi kerak bo'lgan ssenariy sifatida tasvirlanadi, deb yozadi The Washington Post nashri. Hegsethning topshirig'ida shuningdek Washingtonning NATO ittifoqdoshlari Rossiya, Shimoliy Koreya, Eron tahdidlariga qarshi turishda yetakchi rol o'ynashga chaqiriladi. Kreml Putin-Zelenskiy uchrashuvi qachon o'tkazilishi mumkinligini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiyning uchrashuvi o'tkazilishi mumkin. Biroq muzokara olib borilayotgan delegatsiyalar ma'lum kelishuvga erishganidan keyingina, deydi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Biz bunday uchrashuvni ikki tomon delegatsiyalarining ma'lum kelishuvlarga erishish yo'lidagi faoliyati natijasi deb hisoblaymiz. Lekin aynan ish natijasida va ikki tomon kelishuvlari ko'rinishida ma'lum natijalarga erishganidan keyin bo'lishi mumkin, deydi Peskov. Peskov shuningdek, Rossiya o't ochishni to'xtatish uchun o'z shartlari ro'yxatini tayyorlayotganini va uni Ukrainaga topshirishini tasdiqladi. Avvalroq Rossiya muzokarachilari rahbari Vladimir Medinskiy Moskva va Kiyev bunday shartlarni navbatdagi uchrashuvgacha batafsil bayon qilishga kelishib olganini aytgandi. Istanbuldagi Ukraina delegatsiyasi rahbari Rustam Umarov muzokaralardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida keyingi qadam yetakchilar darajasidagi uchrashuvni tashkil etish bo'lishi kerakligini aytdi. Medinskiyning aytishicha, muzokaralar davomida Ukraina delegatsiyasi bunday uchrashuvni taklif qilgan va rossiyalik muzokarachilar bu iltimosni inobatga olgan. Yodingizda bo'lsa, muzokaralardan bir necha kun oldin Zelenskiy Putinni Turkiyada shaxsiy uchrashuv o'tkazishga qayta chaqirgan edi. Muzokaralar boshlangan kuni u Anqaraga bordi va yana bir bor Rossiya prezidenti bilan uchrashishga tayyorligini bildirdi. Putin bu taklifga hech qanday munosabat bermadi va Istanbulga bormadi.
Shundan so'ng yodingizda bo'lsa, Zelenskiy ham ortga qaytib, Ukrainaning muzokaralar uchun ikkinchi tarkibdagi delegatsiyasini tayyorlab yubordi va bu uchrashuv bir kunga kechikib o'tdi. Bu haqda ham avvalgi videolarimiz davomida xabarlar berib bordik va maxsus videoni ham YouTube sahifamizga joylaganmiz. Xo'sh do'stlar, mana bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo geosiyosatida bo'lib o'tayotgan voqealar va o'zimiznikilar bo'yicha fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Atrofingizda bo'layotgan voqeliklarga bee'tibor bo'lmang deya qolamiz. Muhim 24 ni kuzatishda davom eting.